Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xattabi Qurolliq qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 12-qism. General Franco ko'p qatim yordam kelgandan keyin Lav qirg'oq rayonidan kelgan mag'riblik yollanmalardan tarkib topgan Ispan sayyora qo'shiniga qo'mondonlik qilishga urinib boqqan. Buning sababi Turnis tog'larini va Lav vodisini bexatar qilish uchun vodi atrofidagi Abu Farim vodilarini kontrolga elish edi. Ammo 4-iyul kuni bu ish mag'lub bo'ldi va bu vodilarni tozalash muvaffaqiyatli bo'lmadi. Lekin 6-iyul ispanlar Sirano qo'mondonligi ostidagi birlashma sayyora guruh va havo mudofaa armiyasining yordamida qo'zg'olonchilarni Kuba daryosidan chekindirishga muvaffaq bo'lmagan bo'lsa-mu, ispanlarning hujumchi guruhi tez g'orinda ichinishli ziyon tortgandan keyin amalga oshdi. Shu vaqtda ispanlar darhol qaytarma hujumga o'tolmagan va uzun vaqt mudofaa holatda qilib qolgan. Lav vodisidagi ispan markazlariga qilingan uzluksiz hujum va yordam yo'llariga qo'yilgan pistirmalar qo'mondan Bri Modi, Ri Faras, Lav vodisi va Shipshavun, Bani Arus qatorliq joylardan chekinishga qoyil qilib qo'ygan edi. Bu deganlik Shipshavun rayonidagi 400 nuqtadan chekinishdan darak beradi. Bu qaror 1924-yili 20-avgustda e'lon edi va Ri Fara qo'shinini Tancha, Sabta va Aroish qatorliq rayonlarning ta'minot yo'lini muhofazat qilgan asosda Tetuandagi yaxshi mudofaa liniyasiga yo'tkash loyihasini bergan edi. Ispan qo'mondonlik qatlami duch kelgan haqiqiy mushkulot bo'lib, qo'zg'olonchilar elib borgan kuchlik muhosirada chekinish mumkin emas edi. Chunki Shipshavunning Tetuanga bo'lgan yo'li uzilish tahdidida qolgan edi. Balki Tetuan G'arg'iz tog'lari tarafga xufiyona ilgirlaydigan qo'zg'olonchilar to'p qismi tarafidan uzluksiz bombardimonga uchrab turadi. G'arg'iz taxi Tetuandan 7 kilometr yiroqlikda. Qo'zg'olonchilar yana Tetuandami ispanlarni eg'ir tifliq zambaraklar bilan bombardimon qilib turadi. Ba'zi manbalarda kelishicha bu toqqa zambarak o'rnatish fikrini ispanlardan chekinib chiqqan qo'zg'olonchilar bilan ishlaydigan bir fransiyalik ofitser bergan edi. Shunda qilib Ispan qo'mondonlik qatlami Lav vodisiga muhosirda qolgan joylarga yordam berishga qolgan kuchlarini to'plash va ratlash va bu yerdan Shipshavun tarafga chekinish uchun yo'l ochishni qaror qildi. Shu vaqtning o'zida ispanlarga Lav va Shipshavundagi qo'shinlarga Tetuan tarafga chekinish yo'lini kafolatlantirish zarur edi. Avgust oylaridan sentabr oyigacha qo'mondan Franco Lav vodisidagi markazlaridan muhosirni etishga qodir bo'lolmadi. Ko'pinchisi urinib beqishlardan keyin pistirmoqqa tushgan. 1924-yili 4-avgustda Franco o'z qo'shinini Solano va Tag'zot markazlarida o'z halokatiga tashlab qo'yishni qaror qildi. Tabiiyki, bu yo'qolishning o'zi bo'ladi. Shu orada Lav va Tizg'arin qirg'oqlarini xil qiyinchilik tortish bilan bo'shatishga qodir bo'la oladi. Va 6-sentabrda Ispan sayyora qo'shinlari Tetuandan qo'g'dinish va Lav vodisi qo'shinining chekinishni kafolatlantirgan asosda chiqib ketdi. Lekin Ziyod rayonida halokatlik pistirmaga yo'liqdi va bundan bir kun keyin boshqa bir sayyora guruh qo'zg'olonchilarning yurish qilish o'rni bo'lgan G'arg'iz Teg'a yiroqroq janub tarafdan chiqib keldi. Bu o'xshash Simsimada halokatlik pistirmaga uchradi. 14-sentabr kirishi bilan
Lav vadisi butunlay ispanlar changilidan chiqib ketib bo'lgan edi. Va shuningdek bu joyni qo'g'daydiganlarning ko'pinchisi halok bo'lgan bo'lib, ozgina qismlar chekinib chiqalgan edi. Ispanlar Lav vadisida o'z qo'shininining o'xshash oqibatga qilishining oldini olmoqchi bo'lib, bir qancha qo'mondonlardan yordam so'radi. Haqiqatda 18 sentabr kuni cho'ng qo'shin G'arg'iz tog'larini kontrolga elish uchun yo'lga chiqdi. Lekin bu zo'r qo'shin qo'zg'olonchilarning ta'minot yo'llariga elib borgan uzluksiz hujumlari natijasida taqqa o'rinlasha olmadi. Va yana shuningdek 26 sentabr boshqa bir qo'shin Shipshavun yo'lini echish va Chorshanba bozorini tozalash maqsadida yo'lga chiqqan bo'lib, bumi bir qancha pistirmaga tushib mag'lub bo'ldi. Shunda qilib general Franco va Castero Shipshavunga yordam avatishga 28 sentabr birdilla muvaffaq bo'la oldi. Va oktyabr oyi orasida Shipshavunga yaqin Mikrila, G'araysin va Tinaf o'rmonliqlari va Asif vodilarida vaqtliq mudofaa markazlarini barpo qildi. Sababi shu rayonlardagi qo'shinlarini chekinib bo'lg'icha qo'g'dash edi. Lekin bu vaqtliq mudofaa o'rinlari rifliqlarning hujumlari oldida aslo put tirab turolmay, oktyabr va noyabr oralig'ida ko'pinchisi vayron bo'ldi. Va 26 oktyabr qo'shinni Asfifdan Shipshavunga yo'tkash tamomlandi. Va shuningdek 28 oktyabr Ibn Arus markazlarini Aroishga yo'tkash tamomlandi. Mana shunda tez mag'lub bo'lish natijasida Ispan qo'mondonlik qatlami Ifrain, Anval, Arvi ssenariyalarining yangidan takrorlanayotganligini ko'ryotdi. Va o'z markazlarining qo'ldan ketmasligiga, hatto o'z kuchining Shipshavundan chekinishga kafolatlik qilishga aslo chora qilolmayotdi. General Castero G'ayrona 15 noyabr o'pkini yog' ko'rsatish hiylesini ishlatib chekinishga boshladi. Bu qo'zg'olonchilarga ispanlarning Shipshavunda mavjud ekanligini gumon qildirish uchun edi. Lekin mujohidlar buni tezla sizib qoldi. Chunki ular bundoq bo'lishini burilib hamlab do'ngliklar va egizliklarga pistirma o'rinlashtirib qo'ygan edi. Uning ustiga ispanlarning ta'liyi o'ngdan kelmay, havo rayi nihoyat sovuq bo'lishi va yomg'irning ko'p yog'ishi ularning chekinishini passiv holga tushirib qo'ydi. Yomg'ir yo'llarni patqoqqa aylantirib, ularning harakatlanishi va chekinishi, hatto yoshirinishini faoliyat holga tushirib qo'ydi. Ispanlar ko'p qatim chekinish yo'llaridagi egizliklarni kontrol qilish umidida bo'lgan bo'lib, hammasida mag'lub bo'lgan edi. 19 noyabr eshib qolgan guruh Chorshanba bozorga menib Shiro rayoniga kelganda nihoyat cho'ng bir pistirmaga tushib, 1000 dan ko'pragi o'ldi. Ispanlarning ko'plari Chorshanba bozorida jang harg'inligi, qo'shinni qaytaratlash, yordamlarni davolash sababidan o'z o'rnida 3 hafta turib qoldi. Bu jarayonda mujohidlar bilan ozg'ina to'qinishni hisobga olmaganda jang yuz bermadi. Ammo 10 sentabrda ispanlar harakatlanishga boshladi. Lekin harakatlanish chekinish taktikasining o'z ayni edi. Va qo'shin harakatlanganida qo'zg'olonchilar hujumdan saqlanish uchun yo'llardagi egizliklar va do'ngliklarni kontrolga elish kerak edi. Lekin bu uslub tez harakatlanish va ajallik hujumga kunib ketgan mujohidlar oldida bir kunmo asqatmadi. Haqiqatda ispanlar o'zining Zaynan shahrida qochib qutula olganlar bir yerga to'plandi. Tetvan yo'li G'arg'iz tig'ida urullashgan mujohidlar tarafidan etib etilgan edi. Zayyanda to'planganlar boshqa yordamlarning kelishidan
ümidini üzgünide derhal Tetuan'a çekinişini davamlaştırışını karar kıldı. Ve 12 dekabrda harbiy yürüyüş kıldı. Ve qo'shinni qo'dash uchun harbiy yürüyüşke yikro teg'i eg'ir tipdagi pulemyotlar bilan tayanch baza qildi. Lekin mujohidlarning G'arg'iz teg'idagi mavjudligi ispanlarga o'limdan darak berdi. Chunki bu tog'lar Tetuan'a ustun egiz edi ve asosiy yo'llari kontrol qilingan edi. Tetuandagi ispan armiyasi Seyyara qo'shinining chekinishini kafolatlantirish uchun G'arg'iz tog'larini tozalashga ko'p qatim uringan bo'lib, harakatchan yushurinish iqtidori puxta, yo'gab chiqish va muhasirga elish texnikasi yuqori bo'lgan mujohidlar oldida hammasi mag'lub bo'lgan va og'ir ziyonlarni tortgan edi. Bir qancha kunlik mushaqqatdan keyin 13 dekabr Seyyara qo'shinining oz bir qismi Tetuan'a berish uchun Bani Qurayshga yetib keladi. Ammo qolgan qism bo'lsa boshqa hamrohlarga o'xshash anvaldagidek oqibatga duchor bo'ldi. 1925-yilning boshlarida ispanlar Tetuan'a urinishib oldi va o'zining toki Tanjagacha bo'lgan janubiy rayonlarning hammasidan ziyon tortdi. Ularning tavalligida faqat Qasr Kabir, Aroish ve bu ikkisining atrofidagi ba'zi shaharlarla qolgan edi. Shipshavunning fatih bo'lishining sharqda Anvalning sharqiy qabilalarining qo'zg'olonga qatnashishida to'pisi bo'lganidek Anjara qabilalari ve Lokos rayonining qo'zg'olonga qatnashishida zo'r ta'sir bo'ldi. Ve Xattabining mag'rib shimolga bo'lgan kontrolligi to'liq amillashgan edi. Shundan keyin ispan himoyasida deyiladigan 58 qabilaning 55i Xattabining tavalligiga kirdi ve ispan hukumati o'zining rasmiy statistikasida 1924-yilning avvalgi 6 oyida tortgan ziynining hammasi yordar, o'lik, asir bo'lib 21.250 ekanligini rasmiy e'tirof qildi. Peygamber alayhissalomning sahobalari nomli kitobni o'qishimiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishgacha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Bakr Umar jannati jannati, Usman Ali jannati jannati.